mavzularni o'tyapmiz. Demak, bugungi mavzuning O'zbekiston madhiyasini ham o'tdik. She'rlarni mazmunini tushunib oldik. Endi mana shu mavzular o'tilgan mavzular asosida savol-javob qilamiz. Demak, e'tibor berganimiz uchun qolganimiz uchun tug'ilgan to'rtlar tayyor bo'lib turibdi. Tug'ilgan to'rtada yeyishdan oldin biz nima qilamiz unga? Sham yoqamiz, to'g'rimi? Shamlar esa mana shu stolimizda turibdi. Demak, hozir savol-javoblar qilish natijasida o'quvchilarimiz javob berib, shamlarni olib javob bergan o'quvchi, demak, o'z to'rtiga shamlarni joylashtirishni boshlaydi. Demak, savollarimiz yoki shamlarni tugagan paytda ko'ramiz natijani qaysi qatorni to'rtida shamlar ko'proq joylashgan bo'lsa, demak, o'sha qator o'quvchilari olib deb topiladi. Tushunarli bo'lganimizda birinchi savolni o'qiyman, diqqatingizni qaratasiz. Va birinchi savolimiz: she'rda shoirning yoniga qaysi millat qizlari tashrif buyurdi? Anto'dayeva turk qizlar. Ketdik, yaxshi. Shamni olib to'rtimizga joylashtiramiz. Keyingi savolimiz: anduh so'zining ma'nosi qani? Muhammadxon? G'am, demak, ma'noni bildiryapti. Keyingisi: ta'limga oid konstitutsiyamiz. Ta'limga oid qanday moddalar bor? Qani? 10-modda. Qanaqa modda ekan? 10-moddada nima deyilgan ekan? Qani? Hayot pullari berilgan. Maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, kasb-hunar ta'lim, oliy ta'lim yuqori ta'lim va maktabdan tashqari ta'lim. Juda ham yaxshi. O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi qachon qabul qilingan ekan? O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qabul qilingan. Juda yaxshi. O'zimizning to'rtimizga shamni qo'yamiz. Keyingisi: konstitutsiya so'zining ma'nosi? Yaxshi, yerga qo'yamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Eng katta va murakkab konstitutsiya qaysi davlatniki? Qaysi davlat? Hindistonniki. Yaxshi, joylashtiramiz shamni. Ikkinchi bo'limimiz nomi. Qanday nom bilan boshlanadi? Ikkinchi bo'limimiz nima? Ikkinchi bo'lim davlatimiz ramzlari, vatanimiz timsoli deb nomlanadi. Ketdik, yopishtiramiz. Ana shamni qo'yamiz. Yaxshi, keyingisi. Keyingi savolimiz: Qomusimizning she'rining muallifi qani keladi? Manzur Aslon. Ketdik. Shamni qo'yamiz o'zimiz to'g'rimizda. Keyingi savolimiz: demak, O'zbekiston madhiyasi she'rida qizlar nimani ijro etdilar? Muhammadali? Madhiya. Ketdik, shamni yopishtiramiz. Yaxshi. Madhiya nima ekan? Qani madhiya? Madhiya arab tilidan olingan so'z bo'lib, maqtov tarifi degan ma'noni anglatadi. Yaxshi, shamni qo'yamiz. Va keyingi oxirgi savolimiz, chunki shamimiz bir dona shamimiz. Hozir ana kimga nasib qiladi? Ko'ramiz. Vatanjon fidoyilikdir deb nomlangan matnimiz muallifi Boltaboy Eshmatov. yaxshi, shamni o'z o'rnimizga qo'yamiz. Mana natijalarga qaraymiz. Hamma diqqatimizni do'stga qaratamiz. Birinchi qatorimiz o'z to'rtlarga 5 ta sham, o'rta qator 2 ta sham, oxirgi qatorimiz 4 ta shamni joylashdi. Demak, javoblarda faoliyat oshirib, birinchi qatorimiz 5 ta shamni o'z to'rtlariga joylashib, g'oliblikni qo'lga kiritsa qanday bo'ladi?